Xalqimizda shol deydi, ya'ni o'sha bolada doimiy lanjlik, letargiya, deyarli doimiy uxlab yotgan bo'ladi. Chaqaloqda o'zi ko'p uxlagani uchun buni farqlash qiyin, lekin doim o'sha lanj bo'lib uxlab yotgan chaqaloq bo'lsa, bunga befarq bo'lmaslik kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Mana shu kasallik alomati bo'lishi mumkin bu narsa. Ba'zi holatlarda buni ilik ko'chirib davolasa bo'ladi. Ya'ni o'sha iligida muammosi bo'ladiki, sog'lom odamdan olib ko'chirsa bola yaxshi bo'lib keta oladi. Lekin buni vaqtida aniqlab tashxis qo'yish kerak va agarda o'sha genetik kasallik bo'lsa, sababi genda bo'lsa, bu qanaqadir dori berib davolab bo'lmaydi. Buni faqatgina to'g'rilash yo'li o'sha sog'lom odamdan ilik olib ko'chirish bo'ladi. Lekin bu narsani kechga qoldirmasdan qilish kerak. Bola qancha yosh bo'lsa, o'shanda operatsiyani o'tkazsak, shunchalik buni foydasi ko'proq bo'ladi, kechga qolib ketgandan ko'ra. Bizda shunaqa holatlar borki, bola katta bo'lgandan keyin olib kelishadi, tekshiruv qilishadi. Sababini topganimiz bilan kech bo'ladi. Даже ilik ko'chirsak ham o'sha yordam bermaydigan holatga kelib bo'lgan bo'ladi. Shu uchun befarq bo'lmaslik kerak. Iloji boricha bola 1 yoshga to'lmagandan bu tekshiruvni qilib, sababini topib bo'lish kerak. Eng kechi 5 yoshdan keyin уже ilik ko'chirib bo'lmaydi. 5 yoshdan keyinga qolmaslik kerak, lekin 5 yoshda qilinganda ham asoratlar qolib ketadi. 1 yoshdan oldin qilinganda ancha ko'p ta'siri bo'ladi. Ma'lum bir genetik kasalliklarda o'sha muammosi iligida bo'lsa, sog'lom odamdan ilik ko'chirsa yaxshi bo'lib ketadi. Uni ham tushunish uchun lekin o'sha genetik tekshiruv o'tkazib bilib olish kerak. Nima sababdan bo'lyapti mana shu kasallik. Ba'zi holatlar borki, ilik ko'chirish yordam bermasligi ham mumkin. Buni biz tekshirmasdan turib bila olmaymiz.